Hadid Beton kompaniyasi Uchko'prik tumanidagi Arabqo'rg'oncha qishlog'idagi bir mahallani steyashka bilan ta'minlashdi. Steyashka markasi 300 marka. Hozir steyashka bilan eksperiment o'tkazib ko'ramiz. Mahalladagi bitta ko'ngilli odam kuvalda yordamida 3 marotaba urishadi. Mobodo steyashka yorilib, sinib nimadir bo'lib qolsa, Hadid Beton kompaniyasi butun mahallani steyashka bilan ta'minlab berishadi. Biz olib kelgan kuvaldaga ishonmasdan mahalla aholisi o'zlari bilan kuvalda olib kelishyapti. Hadid Betonga umuman gap yo'q. Ayniqsa rahbarlari Ulug'bek hojiga, Rustamjonlarga, mana jamoalarga umuman gap yo'q. Rostini ayting aka, hozir aya burdingizmi, bor kuchingiz bilan urdingizmi? Bor kuchim bilan urdim. Zo'r, yaxshi. Men qoyil qoldim, sinib ketsa kerak dedim. Sinmadi. Menga o'lchab berishdi, 10 ga urdim. Shundan yorilmadi. Yorilmadi.